Shu kunlarda poytaxtimizda stol tennisi bo'yicha mahalliy murabbiylar uchun seminar bo'lib o'tmoqda. Mashg'ulotlar O'zbekiston Milliy olimpiya qo'mitasi, Xalqaro olimpiya qo'mitasining Olimpiya birdamligi loyihasi hamda xalqaro va mamlakat stol tennisi federatsiyalari hamkorligida tashkil etildi. Seminar iordaniyalik mutaxassis Muhammad Atum tomonidan o'tkazilmoqda. O'tgan yili mamlakatimizda stol tennisini rivojlantirish va uni yangi bosqichga olib chiqish borasida bir qator rejalar ishlab chiqilgandi. Xususan, xorijlik mutaxassislarni jalb qilib, bilim va ko'nikmalarini oshirish bo'yicha ham takliflar ilgari surilgandi. Iordaniyalik tajribali mutaxassis Muhammad Atum ana shu maqsadda taklif qilindi. Seminarda asosan sportchilarni shug'ullantirishning zamonaviy metodikalari, ularga to'g'ri yuklama berish va musobaqalarga psixologik tayyorlash mavzulariga e'tibor qaratiladi. Seminarning birinchi kunida mutaxassis mamlakatimizning turli hududlaridan kelgan 28 nafar murabbiyning barchasi bilan birma-bir tanishib, o'z tajriba va bilimlari bilan o'rtoqlashdi. The first part actually we focusing too much on the technical skills. Seminarda eng avvalo biz texnik mahoratni oshirishga e'tibor qaratganmiz. Undan so'ng esa turnir va musobaqalarni tashkil qilish, boshqarish borasida ko'nikmalarni shakllantiramiz. Bizning tayyorgarligimizda murabbiylar sportchilarning jismoniy holatini tekshirish va baholashni ham o'rganishadi. Tanishuv bosqichidan so'ng mahorat darsi stol tennisi maydonchasiga ko'chdi. U yerda esa kuchni to'g'ri taqsimlash, stol tennisi raketkasi va to'pining harakatlanish trayektoriyasi, umumiy taktikaviy bilimlar Muhammad Atum tomonidan nazorat qilindi. 48 yoshli mutaxassis Iordaniya va Omon terma jamoalarida murabbiylik qilgan. Hozirda Qatarda faoliyat yuritmoqda. Bir necha yillardan buyon u stol tennisining rivojiga hissa qo'shib kelmoqda. Biz chetdan malakali murabbiylar olib kelishimiz kerak. O'zimizni olimpiyadaga bolalarimiz tayyorlash uchun, sportchilarimiz tayyorlash uchun. Sababi nima uchun aytayapti? Legioner olib kelmagin, murabbiy olib kelganda o'zimizdan chiqqan iste'dodlarni o'rgatinglar, o'zimizdan chiqsin. O'sha litsenziya oladiganlar ham, medal oladiganlar ham o'zimizni farzandlarimiz, o'zimizni bolalarimiz bo'lsin. Legionerlarga emas, aynan trenerlarga urg'u beryapmiz. O'sha yaxshi trenerlarni olib kelib, masalan, hozir Xitoy bilan muzokara olib boryapmiz. Dunyo reytingida 4-o'rinda turadigan sportchini murabbiysi bilan muzokara olib boryapmiz. Bu muzokarada biz o'zimizni mana shu asosiy olimpiyadaga tayyorlanadigan asosiy 10 talik va 10 talik zaxira da turgan sportchilarimiz tayyorlash uchun muzokara olib boryapmiz. Eslatib o'tamiz, o'quv seminar 10 aprelga qadar davom etadi.